Sizni o'g'lingizmidlar? Rahmat. Salomat bo'ling. Bemorimiz qayerga borsa rad javobini olgan, urug' foizlari, barcha ko'rsatkichlari 0 bo'lgan azospermiya kasalligi. Bir nechta eko markazlarga borib ko'rganlarda ham sizda farzand bo'lmaydi, aniq deb donor spermadan foydalanishni taklif qilishgan. Bemorimiz bizga 1 oy oldin kelib operatsiyaga navbatga yozilganlar. Bugun operatsiyani bajardik. Ismlari Azizbek. Bemorda 6 yillik bepushtlikdan so'ng operatsiya jarayonida millionlab spermatozoidlar topildi va bemor mana shu spermatozoidlardan istagancha farzandli bo'lishi mumkin. Shu oq xalatda o'tirgan biz o'zimizning hamkasblarga aytamiz, biz ham siz ham yakuniy qarorni berishga haqqimiz yo'q. Chunki biz bor narsani o'sha momentni gapira olamiz. Keyinchalik shifo Allohdan, shifo berishi, bermasligini biz bilmaymiz. Oxirgi nuqtani qo'yishga haqqimiz yo'q. Bemor istagancha ota bo'lishi mumkin. Hattoki keyingi 2-3 farzandlariga urug' yo'llarini tiklash orqali tabiiy homiladorlikka erishsa ham bo'ladi. Bemordagi azospermiya, ya'ni urug'lari 0 ga tushib qolishiga sabab bolalikda o'tkazilgan paxmashonchni grija operatsiyasida urug' yo'llari zararlangan, shu sababli to'silib qolgan. Sizning ham yaqinlaringizda azospermiya holati bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar. Sizni o'g'lingizmidlar? Rahmat. Salomat bo'ling. Allohdan